Bu yerda bitta konditsionerda bu ishxona to'xtab turgan ekan vaqtinchalik. Konditsioner turbolarini kesib, bir bolalar qilib ketgan. Simlarni uzib ketgan ekan. O'shani holatiga qaytaryapmiz. Freonlarni beryapmiz, 32 freonli ekan. Bu yerda artel ham bor, artelga ham qaradik. Bunga ham teginishga harakat qilgan, simlarni uzgan. Ular ko'chada bo'ladi, qarovsiz qolgandan keyin yana bu ishxona ishga tushayotgan ekan. Shu to'g'rilayapmiz, hozir to'g'rilab beramiz. Shu oz qoldi ishlarimiz. Ichkarisini ham ko'rsataman. Buni bir yil 2 yil avval qo'yib berib ketdik. Mana bu yerda. Hozir 1110 dollarmi shunaqa bo'lish kerak bunlar. Bitta artel bor. Bu yerda mana bu artel ham ishlamagan, buni ham. Bunga ham teginib ko'rib, freonlarni chiqarib yuborgan ekan. Freon qo'ydik bunga ham. Yaxshi, hammasi xudo xolasa ishdamiz. Murojaat bo'lsa borib ishlarni qilib beraveramiz. Konditsioner bo'yicha Toshkentdamiz.